Joriy yil 24 dekabrdagi Prezident farmoniga ko'ra 2026 yil 1-martdan inson markazlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning ota-onalari uchun mehrli oila xizmati tashkil etiladi. Mehrli oila xizmatiga ota-onalar bolalar masalalari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahri va tuman shahar komissiyalarining qarori asosida jalb qilinadi. Mehrli oila xizmatiga jalb qilingan ota-onalarga farzandlarining oilasi bilan buzilgan munosabatlarni tiklash va ularning ijtimoiylashuviga ko'maklashish uchun oilaviy terapiya xizmatlari bepul ko'rsatiladi. Shuningdek, 2026 yil 1-martdan e'tiboran sifir mezonlarga muvofiq chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilishning A1, A2 va B1 darajalari bo'yicha, 2027 yilning 1-martidan boshlab esa B2, S1 va S2 darajalari bo'yicha malaka sertifikatini berish uchun imtihonlar joriy etiladi. Davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoniga asosan 2026 yil 1-martdan davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida davlat xaridi predmetining o'rtacha bozor narxini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida hisoblab beruvchi elektron modul ishga tushiriladi. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar ro'yxati bekor qilinib, mazkur ro'yxat bo'yicha davlat xaridlari raqobatli usullardan foydalangan holda amalga oshiriladi. 1-martdan boshlab 37 ta og'ir toifadagi tumanda oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi ajratiladigan kreditlar foizi yillik 12% gacha pasaytiriladi. Bu Prezidentning hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan qarorida ko'zda tutilgan. Norasmiy bandlik holatlari tadbirkorlar reytingini pasaytiradi. 2026 yil 1-martdan tadbirkorlarning barqarorlik reytingini aniqlashda tasdiqlangan norasmiy bandlik holatlari xodimlarga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan past oylik ish haqlarining hisoblanishi kabi qonun buzilishlari ballarini kamaytiruvchi qo'shimcha mezon sifatida belgilanadi. Ayrim oilalar xonadonlariga quyosh panellari o'rnatib beriladi. Prezidentning 5-fevraldagi qarori bilan mahalla yettiligi xulosasiga asosan ijtimoiy reyestrdagi 1-guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oilalar xonadonlarining devor va tomlarini izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza va eshik hamda quyosh panellari yoki geliokollektor o'rnatish ishlari amalga oshiriladi. Bojxona ma'muriyatchiligi yanada takomillashtiriladi. 2026 yil 1-martdan tovarlarni ular chegara o'tkazish punktiga yetib kelguniga qadar dastlabki deklaratsiyalash orqali erkin muomalaga chiqarish bojxona rejimiga joylashtirishda bojxona rasmiylashtiruvi uchun bojxona yig'imi miqdori 20% ga pasaytiriladi. Bojxona to'lovlarini bo'lib to'lashda 14 kungacha foizlar hisoblanmaydi. Ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunga muvofiq respublika hududida ov mavsumi 15 avgustgacha yopildi. Mazkur cheklov biologik resurslarni asrash, yovvoyi hayvonlar va qushlarning ko'payish davrida ularni muhofaza qilish hamda tabiatdagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlanmoqda. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi ma'lum qilishicha, ekologiya qo'mitasi va hududiy boshqarmalar tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda doimiy reyd tadbirlarini olib bormoqda. Taqiqlangan mavsumda ov qilish amaldagi qonunchilik muvofiq qat'iy javobgarlikka sabab bo'ladi. Qo'mita fuqarolarni ov mavsumi yopiq davrida tabiatga ehtiyotkorona va mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi.